Hozir sizlar bilan tradingda qanday to'g'ri tahlil qilishni ko'rib chiqamiz. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Birinchi navbatda stolimizga o'tirib olamiz. Xo'p. Bizda grafik bor. O'zbekistonda bilasizlar 95-100% inson tilada ishlaydi. Bizda ham shunaqa. Shuning uchun tillarda turibdi. Bizga tahlil qilgani odatda oddiy ikkita sayt kerak bo'ladi. Birinchisi TradingView sayti, ikkinchisi Economic Calendar, ya'ni investing.com sayti. Bu saytda nimalarni ko'rasiz? Bu saytda demak iqtisodiy yangiliklarni bilib olishingiz mumkin. Ya'ni bu saytda fundamental tahlillarni qilishingiz mumkin. Mana bugun 22-aprel ko'rib turganingizdek 3 yulduzli yangiligimiz bor. Ya'ni 19:30 da. Ya'ni novichok traderlar bu paytda kirmaslik kerak bozorga. Yoki qandaydir xavfni oldini olish maqsadida kiriladi bu saytga. Demak, bu fundamental tahlil qiladigan sayt. Bu esa texnik tahlillarni qiladigan demak saytimiz. Shunaqa.